Assalomu alaykum, brifing qatnashchilari. Bugungi mavzumiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi 613-sonli qaror bilan avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnomani elektron shaklda rasmiylashtirish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlangan. Unga ko'ra, avtotransport vositasini ishonchnoma ariza beruvchi tomonidan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz'dan foydalangan holda o'zining va ishonchnoma berilayotgan shaxslarning biometrik pasporti yoki identifikatsiyalovchi ID kartasi hamda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami ma'lumotlari kiritish orqali mustaqil ravishda rasmiylashtiriladi. Shuningdek, davlat xizmati notarius atatidan foydalangan holda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali ko'rsatiladigan ishonchnoma ariza beruvchi xohishiga ko'ra 1 oy, 6 oy va 3 yilgacha muddatda beriladi. Ariza beruvchi so'rovnomada ko'rsatilgan avtotransport vositasining mulkdori bo'lmasa, ishonchnoma rasmiylashtirilmaydi. Ishonchnomaga kiritilayotgan shaxslar soniga cheklov o'rnatilmaydi. Ishonchnomani elektron shaklda rasmiylashtirish uchun davlat boji uning amal qilish muddatidan kelib chiqqan holda davlat boji to'g'risidagi qonunning ishonchnoma notarial tasdiqlash uchun belgilangan davlat bojiga nisbatan quyidagi foizlarda undiriladi. 1 oygacha muddatda 10%, 1 oydan 6 oygacha muddatda 50%, 6 oydan va 3 yilgacha bo'lgan muddatda 100%. Elektron shaklda QR kod qo'yilgan holda rasmiylashtirilgan ishonchnoma notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan bir xil yuridik kuchga egadir. Ishonchnoma quyidagi hollarda bekor qilingan hisoblanadi. Ishonchnomaning amal qilish muddati tugaganda, ishonchnomani bergan shaxs tomonidan bekor qilinganda, ishonchnoma rasmiylashtirilgan vaqtdan so'ng ishonchnoma berilgan shaxs muomalaga layoqatsiz, muomala layoqati cheklangan yoki bedarak yo'qolgan deb topilganda yoxud u vafot etganda, avtotransport vositasining mulkdori o'zgarganda, shu hollarda ishonchnoma bekor qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.